Do'st ikkita qo'lga o'xshaydi, o'ng va chap. O'ng qo'lingda ish qilayotganingda, buni G'azzoliy o'xshatadilar kitoblarida. O'ng qo'lingda ish qilayotganingda, qiynalganingda biror marotaba chap qo'lingga aytgan bo'lsan, yordam bergin deb deydi. Avtomatik tarzda chap qo'l chiqadi yoniga, to'g'rimi? Ya chap qo'lda ish qilayotgan bo'lsa, o'ng qo'l avtomatik tarzda o'zi keladi. Bu nima degani? Do'stgachi, oshna, qiynaldim deyish shart emas. Do'st uyimizning ichidagi ishlarni bilmasligi mumkin. Buni bilmasin, u dayuslikka kirib qoladi u. Lekin qolgan hamma yo'lda do'st biladi o'zi aslida. Shart emas, oshna, nima bo'lyapti, buni do'st avtomatik tarzda keladi oldingizga. Nima telefoning chiqsan deydi. Chiqmay qa deydi. Nega ko'chaga chiqmayapsan deydi. Bu degani ko'chaga chiqsin degani emas. Odatda odam siqilganda ko'chaga chiqmay qo'yadi. Yuragiga sig'maydi.